Mening bir og'inam bor, qat'iy to'qu go'shti yemaydi. O'zi qassob bakmachılık bilan shug'ullanadi emasmi? Nimishqa desam, bunda deydi. Bir mo'zay to'qilib qalaga aylanguncha hech bo'lmasa 2 yil vaqt ketadi deydi. To'quchi 1,5 oyda so'yg'idek bo'lib bo'ldi. Bu to'qu balkim pichoq surilgan vaqtda andin o'zini baxtli his qilishi mumkin. Andin rohatga chiqadi. To'g'ilib so'yilg'ich bo'lganlikda kunmi ko'maydi. Talag'im chiqib taqmagan. 2 qadam men taqmagan. Nimalarni yeydiganligini uqmaymiz. To'g'udakli janavar. Bo'g'imlarmi ro'dibitlashib ketgan bo'lishi mumkin. Ko'ziga qarab baqsa, ko'zim elishang'u. To'g'ilib 1,5 oyda cho'ngib ketgan to'qining tamdiga narsa bo'lmaydi. Rangimi intayin satdi. Ko'rsangiz hargiz yemasligingiz mumkin. Newpaylarni Sanfen shu, Wufen shu deb qo'yamiz. Yigil bo'ldi. To'qoni-chu bravo, rus pishamsi yigil olmaydi. Qo'y go'shti, kal go'shtidan qilgan kavoblarga tuz sepib qo'ysaqli bo'ldi. To'qu go'shtiga rus dori-darmon rang tangshi ishlansa go'sht emas u. Bir til rezingin chaynagan bilan o'xshashlar. Bu gapni anglab material axtarib baxtim men. Kal go'shti bilan to'qu go'shtining farqi. Kal go'shtida omega 6 bilan omega 3 ning nisbati yaylaqda biqilgan bo'lsa 2 1. Uyda biqilgan bo'lsa 9 1. To'qu go'shti bo'lsa 14 1. Omega 6 nima? Yalliqni kuchaytiradigan may kislotasi. Amal ba qabul qilmaganimiz yaxshi. Foydali tarkiblar-chu. Kal go'shtida B12 ning miqdori 26 mikrogram. To'qu go'shti-chu 0,13 mikrogram. Qo'y go'shti, kal go'shtini qizil go'sht, salomatlikka ziyonli deymiz. Oq go'sht, to'qu go'shti, beliq go'shtini ko'proq tavsiya qilamiz. Amaliyot-chu. Amaliyot shunday bo'lamdi. Nima ishqin to'qu go'shtini yeymiz? Azonda. Biz azon nasiga amroq. Qanday bo'lishdan qat'iy nazar, qanday pishirishdan qat'iy nazar ta'mlik hosil bo'ldi. Bu ishlarga o'zimiz sababkor. Yeydigan narsaga azonni tanlab, ta'mlikni tanlaganlikning natijasi.